Bizning klinikamizda har bir kelgan bemorlarni birinchi navbatda klinik va laboratoriya tekshiruvlardan o'tkazamiz. Shu bilan birga yana instrumental tekshiruvlarni olib boramiz. Tekshiruvlardan o'tgan har bir bemorimiz terapevt, kardiolog, nevropatolog, ginekolog shifokorlardan konsultatsiya olishadi va ular tavsiya qilgan lecheniyalarga qarab dori-darmon lecheniyasi, azonoterapiya lecheniyasi, hijama, parafen, fiziolecheniyalar olishadi. Fiziolecheniyada turli xil apparatlarimiz bor. Ularni elektrotoklar bilan birga lecheniya qilib boramiz. Shu bilan birga yana massajniy terapiyamiz bor. Ya'ni massaj qilishadi. Nuqtali massaj, koreyskiy massaj, общий massaj va sohalarga bo'lingan massajlarni olib borishadi. Yana bizda fitoterapiyamiz bor. Fitoterapiyada turli xil o't damlamalardan tayyorlangan choylarni kun davomida tavsiya qilingan choylarni bemorlarga tarqatishadi. Sokoterapiyamiz bor. Sokoterapiyada bu markovniy sok, yablishniy soklarni bemorlarga tarqatishadi. Yogurt beramiz va yana bizda gimnastika bor, psixogimnastikamiz bor. Ularni har bitta bemorlarimiz kayfiyatini ko'tarib, tushkunlik kayfiyatlaridan chiqarishga yordam beradi. Yana bemorlarimizga biz tavsiya etamiz azonoterapiyamiz, ya'ni kislorod bilan organizmni to'yintirib beramiz. Va aroma bochkamiz bor. Bochkada kidriviy bochka bo'ladi. Har bitta bemorlarni bu bilan lecheniya qilib olamiz. Igolka terapiyamiz bor, ya'ni xalq tabobatida ham qo'llaniladi.